10.800.000 so'mlik Soliha modelimizni yangicha rangda chiqardik. Kommentariyaga o'z fikringizni bildirib ketinglar. Bu biz uchun muhim. Qanaqa chiqqanini men obzorini qilib beraman aka. Komplektida ikkita tumba, 3 xil svetda yonadi. Ikkitadan g'aladonli bo'ladi. Obязательно o'zida o'chib yonadi, yonqin chatiri bor. Shkafi 6 qanotlik. Bu tomoni mustoy tomon. Tepaga ko'ynak, pastga shim. Eshiklari vakuumli bo'ladi. O'rtasi polni polka. Bu tomon ayollar uchun. Bu komplektimizning oyoq tomonidagi sofasi ajralib turadi boshqalardan nisbatan. Oyoq kiyim uchun, noskiga qulay. 4 ta xonadon bor. Trenozа, ikkita eshik, 3 ta xonadon.